Milliy sertifikat darajasidagi yaxshigina qiyin savollardan biri. Demak, bizga funksiya berilgan. Mana shu holatda fx funksiya berilgan. Demak, a shartida f fx ning 6 ga teng bo'lsa, tenglama nechta yechimga ega deyapti savolda. Yechimga o'tamiz. Qarang, bunga o'xshagan savol tushib qolsa, esingizdan chiqmasin. Bizga albatta bilan bo'ling. Bu oson savol emas. Judagina qiyin savol. F fx ning 6 bo'ladigan bo'lsa, demak ichkaridagi qiymat qandaydir qiymat bo'lishi kerakki, shunda 6 ni olish kerak. O'zi funksiya qachon 6 ni oladi degan savolni qo'yamiz. Demak, funksiya 1 da 6 ni oladi. Birinchi shart funksiya 1 da 6 ni oladi. Ikkinchisi, funksiyaning o'zi -2 da ham 6 ni oladi. -2 da ham 6 ni oladi. Demak, bundan keladiki, demak siz mana fx ni teng 1 deb olishingiz kerak ekan. Fx ni teng 1 desangizgina siz funksiya f1 ni teng 6 ga deyishingiz mumkin. F1 degani siz funksiya fx chiziq mana shu bo'ladigan bo'lsa, f1 degani mana bu yerdan 1 ni belgilaysiz y dan va f1 degan chizig'ni o'tkazasiz. Shunda funksiya bilan nechta kesish nuqtasiga ega bo'lsa, shuncha yechim bor degani. Ya'ni f1 teng fx teng 1 da nechta yechim bor ekan? 1, 2, 3, 4 ta ekan. Mana bunda 4 ta yechim bor ekan. Endi mana bu ichkaridagi fx -2 bo'lsa ham, demak siz 6 ga teng qila olasiz. Demak, fx teng -2 ga. -2 degan nuqtani belgilaysiz. -2 mana beriladi. Fx ya'ni y degani, y dan -2 ni belgilaysizda-yu va shuni chiziq tortasiz, gorizontal mana. Demak, funksiya grafiklar nechta kesishyapti? 1, 2 ta. Demak, mana bu holatda 2 ta yechim bor. Jami yechimlar soni fx teng 6 bo'lsa, ikkalasini qo'shib hisoblaymiz. 6 ta yechim bor deb olasiz. Bu narsani bilmaydiganlarga ham jo'natinglar shuni. Haqiqatan ham yaxshigina qiyin savol ekan. Bunga o'xshagan savol tushib qolsa, albatta siz ishlashingiz kerak. Sizga A+ natija tilab qolamiz.